Prezident Samarqandda. Shavkat Mirziyoyev UNESCO bosh konferensiyasi 43-sessiyasining ochilish marosimida ishtirok etish uchun Samarqandga yetib keldi. Ezgu an'anaga muvofiq avvalo Imom Buxoriy maqbarasi ziyorat qilindi, Qur'on tilovat etilib, duo o'qildi. Prezidentimiz majmuadagi so'nggi pardozlash ishlari, hududda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish jarayonlari bilan tanishdi, yangi majmuadagi innovatsion muzeyni ham ko'rdi. U islom olamida muhandislar sultoni deya e'tirof etilayotgan Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy merosi, islom ma'rifati rivojiga qo'shgan hissasini namoyon etadi. Shuningdek, muzeyda Qur'oni Karimda ismlari zikr qilingan 25 ta payg'ambarlar tarixi, Muhammad alayhisalomning shajarasi, Makka va Madinadagi hayoti, hadislarning jamlanishi va yozilishi haqidagi ma'lumotlar joylashtirilgan. Ziyoratgoh atrofida mehmonxona va boshqa xizmat ko'rsatish binolarida ham qurilish ishlari yakuniy bosqichga kirgan. Bitta 4 yulduzli, ikkita 3 yulduzli va 22 ta oilaviy uy mehmonxonalari tashkil etildi. Davlatimiz rahbari ezgu niyatlar bilan majmua hududiga daraxt ko'chatlari o'tqazdi va shundan so'ng Hazrati Xizr majmuasida ham bo'lib, mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Karimov maqbarasiga gul qo'ydi. Qur'on oyatlari tilovat etilib, duo o'qildi.